Mana o'sha internetda ham narxi bilan, ham sifati bilan portlatib olgan konditsioner. Konditsioner 18 talik, fenni qaranglar, gigantskiy bo'ladi. TCL brendiniki. DC inverter past toklarga chidamli bo'ladi. Ikkita A+ kategoriyada ishlaydi. Eng 5 shumli modellardan bittasi. Xuddi shu konditsionerlarni internet magazinlarda 5 million 400 mingdan 6 million 900 minggacha sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men nech pulgacha bu narxini tushira olaman. Narxini arzon aytsam, motoridagi, fenidagi trubkalar alyumin bo'ladi deb o'ylaydiganlarga ko'rsatib o'taman. 100% medniy bo'ladi. Ichlari ham, radiatorlari ham polностью golden fin qilingan. Antikorroziyaga moslashtirilgan. Ichidagi freoni ham odam tanasiga eng zarari kam bo'lgan R32 freon. Harorat ko'rsatadigan elektron tablosi 10 tarafda joylashgan, ko'rinmaydigan qilib bekitib yuborilgan. Smart Airflow funksiyasi xonada harorati bir xil tarqalishini ta'minlaydi. Low noise funksiyasi bo'lsa, motorda ovoz iloji boricha kamroq chiqishini ta'minlaydi. Modelini ko'rsataman, istalgan joy bilan solishtirib ko'ring. Arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqiningizga jo'natib qo'ying. Komplektidan kabellari, motorda medniy trubkasi, instruksiyasi va 3 yilgacha bo'lgan garantiyli taloni va albatta shu ko'rinishdagi pulti va unga qo'shimcha kransheyni ham chiqadi. Boshqa joylarda xuddi shu konditsionerlar 5 million 400 mingdan 6 million 800 minggacha sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $359 qilib beraman. Bundan ham katta chegirmalarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiyani bosib qo'ying.